Assalomu alaykum do'stlar. Kinotime'ga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2022-yilda suratga olingan fantastik drama janridagi Spiderhead nomli filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Spiderhead bu mehmonxonadan farqi bo'lmagan zamonaviy qamoqxona. U yerdagi mahbuslar anchagina yengil tartibda yashashadi. Istaganlarda sayrga chiqishadi, bir-birlari bilan suhbatlashishadi, o'z muddatlarini kamaytirish huquqiga ega bo'lishadi va bonuslar olishadi. Ammo buni shunchaki qo'lga kiritishmaydi. Spiderheadda yangi dori-darmonlarni mahbuslarda sinovdan o'tkazishar va ularning hammasi ham bezarar emasdi. Biroq aytish lozimki, barcha tajribalar ixtiyoriy va har bir mahbus bundan bosh tortishi va oddiy tartibli boshqa bir qamoqxonaga qaytish huquqiga ega edilar. Ray ismli mahbuslardan biri ko'zguli oyna ortidagi stolda o'tirardi. Oyna orqasidagi Steve esa yigitning qoniga dorini yuborgach, tajriba boshlanayotganligini ma'lum qiladi. Bir daqiqadan keyin yigitga dorining birinchi dozasini yuborishadi va yigit ularning oddiy hazillariga ham kulishni boshlaydi. Hazillarni dahshatli faktlarga almashtirganlarida esa Rayning reaksiyasi o'zgarmasdan kulishda davom etadi. Spiderheaddagi navbatdagi tong oldingisidan umuman farq qilmaydi. Mahbuslarni ovoz kuchaytirgich bilan uyg'otib, bugun tajriba quyonchasi bo'ladigan odam kim ekanligini e'lon qilishadi. Steve Jeffdan uning yangi N40 nomli dorini o'zida sinab ko'rishga tayyor yoki yo'qligini so'raydi va yigit tajribada ishtirok etishga bajonidil rozi bo'ladi. Unga sinov dorisidan tashqari miyaning nutq qismlarini ishga soladigan boshqa bir dorini ham qo'yib berishadi va Jeff o'z holatini mayda detallarigacha aytib, batafsil tasvirlab beradi. Spiderheadga qaytib kelgan Jeff Slizini uchratib qoladi va bugungi kuni haqida so'zlab beradi. Afsuski yigit ko'rgan narsalari haqida to'liq ayta olmasdi, sababi so'z boyligini kuchaytiruvchi dori ta'sirini yo'qotgach, Jeff nima deyishni ham bilmay qoladi. Yigit eslab qolgan yagona narsa bu: tajriba vaqtida uni o'rab turgan hamma narsa, xoh u gul bo'ladimi yoki zavod quvurlarimi, unda kuchli muhabbat va ehtiros tuyg'ularini uyg'otganligi edi. Jeff tunda uxlashidan oldin bu turmaga qanday tushib qolganligini eslaydi. U qizchasi bilan tungi bazmda yaxshilab dam olganidan so'ng katatsiya qilishga chiqishgan va Jeff kayf holda rulga o'tirgandi. Ertasi kuni endilikda Cupidon deb nomlangan N40 nomli dori tajribalari davom ettiriladi, ammo bu safar Jeff unda yolg'iz ishtirok etmaydi. Uning oldiga Hita ismli shaddod qizni kirgizishadi va unga dorini berishlari bilanoq qiz bir necha soniya ichida sherigi haqidagi fikrini o'zgartiradi. Suhbatlari anchaga cho'zilib ketgan juftligimiz oxir-oqibat o'zlarini tutib turisha olmaydi va bilan shug'ullanishadi. Dori oyni butunlaycha o'chirib qo'yganligi sababli ularni kuzatishayotganliklari va suratga olishayotganliklariga ham parvo qilishmaydi. Tajriba 2 yoshning bir-biriga sevgi izhor qilishlari bilan yakunlanadi. Bu esa Steveni hayratga soladi va do'sti Markka dori ta'siri tugagach, ular o'zlarini qanday tutishlarini bilishlari uchun ularni diqqat bilan kuzatishni buyuradi. Juftlik sodir bo'lgan hodisadan so'ng o'zlarini noqulay his qilishadi va bu haqida hech kim bilan gaplashmaslikka harakat qilishadi. Jeff bo'sh vaqtini doimgidek Slizi bilan o'tkazarkan, tajriba vaqtida nima sodir bo'lganligini aytmas va Hita bilan to'qnash kelmaslikka harakat qilardi. Ertasi kuni unga yana Cupidon berishadi, ammo bu safar kattaroq dozada. Xonaga esa Hitaning o'rniga yoshi bir joyga borib qolgan ayolni kirgizishadi va Jeff bundan xursandga o'xshamasdi. Biroq dori ta'sir qilishni boshlagach, yigitga buning farqi bo'lmay qoladi. Bu sinovdan so'ng Jeff Markdan uni Slizi bilan birga ishlaydigan oshxonadan boshqa joyga ko'chirishini so'raydi, sababi bu holatlardan so'ng dugonasi bilan muloqot qilishga uyalayotgan edi. Steve Jeffni laboratoriyasiga olib keladi, biroq bu safar ko'zguning narigi tarafiga va unga u oldin birga bo'lgan ikkala sheriklarni ham ko'rsatadi. Boshqaruvchi yigitga kuchli qo'rquv va og'riqni chaqiruvchi Durmanex deya nomlangan dori beriladigan qizni tanlashni taklif qiladi, ammo Jeff bunday qila olmaydi. Bu qizlar uning uchun ahamiyatga ega bo'lmasalarda, ammo ularga yomonlik ham qila olmasdi. Natijada tajribani bekor qilgan holda qizlarni qo'yib yuborishadi. Navbatdagi sayrga ruxsat olgan Jeff o'sha kuni tunda sodir bo'lgan avariyada u bilan birga bo'lgan sevgilisiga qo'ng'iroq qiladi. Biroq qo'ng'irog'i yana javobsiz qoladi.
Tunda esa dugonasi Sliziga Yangi yil syurprizini sovg'a qiladi. Laboratoriya kreslosida o'tirgan Jeff oldida butun tanasi tatu bilan bezatilgan Rogan ismli ulkan mahbusni ko'radi. O'tgan safargi tajribada qizlar bilan nimalar qilganligini eslagan yigit endilikda u emas, aksincha, uni paqapaq qilishlarini istamaganligi sababli bundan bosh tortadi. Biroq hech narsa sodir bo'lmaydi va bir necha daqiqadan so'ng gigantni qo'yib yuborishadi. Jeff nima sodir bo'lganligini tushunadi. Ularning ikkovi ham bitta ayol bilan birga bo'lishgan va o'sha ayol ulardan qaysi biriga dori yuborilishini tanlash kerak bo'lgandi. Stevening xonasiga bostirib kirgan Jeff u yerda o'tirgan Xitani ko'rgach, o'ylaganlari rost ekanligiga ishonch hosil qiladi. Steve ham u bilan tortishib o'tirmaydi, aksincha, unga dori ta'siri ostida kim bilan birga bo'lishi lozimligi yozilgan sxemani ko'rsatadi. Jeffning noroziligiga javoban Steve Spiderheadda bo'lishi bu imtiyoz ekanligini va agarda unga nimadir yoqmasa, muddatidan oldin ozod bo'lishdan umidini uzgan holda oddiy qamoqxonaga qaytishi mumkinligini aytadi. Iloji yo'qligini tushungan Jeff Rogan bilan baribir ham bir xonada o'tiradi. Steve Markni dam olishga jo'natadi va kunni yaxshi o'tkazishni tilaydi. O'zi esa bungacha faqat mahbuslardagina ko'rishi mumkin bo'lgan ehtirosni his qila olishi uchun Kupidonni qabul qiladi. Sinovlar davom etadi va Steve Jeffga Kupidonni uning dugonasida ham sinab ko'rishni maslahat beradi, sababi qandaydir qo'mita tajribaning haqqoniy bo'lishini talab qilayotgan edi. Yigit qizlarga bo'lgan munosabatidan qat'iy nazar bu dorini hech kimda sinab ko'rishni istamasligini tushuntirishga harakat qiladi, biroq Steve fikridan qaytmaydi va Jeffga u bilan hamkorlik qilsa qanday imtiyozlarga ega bo'lishi mumkinligini eslatadi. Oddiy qamoqxonaga qaytishni istamagan Jeff Xitaga dori berishga rozi bo'ladi. Qiz yig'lab sarosimaga tushishni boshlaydi, ammo rahbariyat bu hodisalarni xotirjamlik bilan yozib borar va qizga nisbatan hech qanday achinish tuyg'usini his qilmayotgan Jeffning so'zlarini tinglashardi. Tajriba kutilgan natijani bergach, Steve uni to'xtatmoqchi bo'ladi, ammo nimadir xato ketadi va Xita nazoratdan chiqib ketadi. Qo'liga o'tkir buyum olgan qiz dori oqibatida paydo bo'lgan azobdan o'zini xalos qiladi. Steve va Mark hodisadan sarosimaga tushgan vaqtda Jeff tushib qolgan kalitlarni ko'rib qoladi va endilikda o'tkaziladigan tajribalar ro'yxati va ularga berilayotgan dori raqamlari yozilgan lotereya biletlarini topib oladi. Steve ko'zgu ortidamasligini ko'rgan Jeff, doktor uning siri oshkor bo'lganligini tushunmasligi uchun seyfni yopishga va kalitni tashlab yuborishga ulguradi. Steve agarda Xita bilan sodir bo'lgan hodisadan kimdir xabar topsa, u buning uchun javob berishiga to'g'ri kelishini va sinovlarda ishtirok etgan hammani o'zi bilan olib ketishini aytib, Markni ogohlantiradi. Slizi ilk bor sinovlarda ishtirok etadi va unga Durmanixni berishadi. Sinovdan so'ng qiz holi joyda Jeff bilan uchrashadi va his-tuyg'ular haqida aytib beradi. Qiz Spiderheadning qat'iy tartibli qamoqxonalardan-da yomonroq ekanligini aytadi. Jeff ham o'z o'rnida dugonasiga ko'ngil ochadi va avariyaga uchragan o'sha tunda mashinada nafaqat uning do'sti, balkim u bilan birga halok bo'lgan sevgilisi ham bo'lganligini aytadi. Yigit aynan shu sabab ham aybini yuvishga umid qilgan holda dorilarni o'zida sinab ko'rishga rozi bo'lgan. Ularning ochiq gaplashib olganliklari tunni birga o'tkazishlariga sabab bo'ladi. Steve tezda ularning yaqin munosabatda ekanliklarini tushunadi va bundan o'z maqsadlarida foydalanishga qaror qiladi. Jeff navbatdagi sinovga kelganda Durmanixni Sliziga yuborishi yoki Spiderheadni tark etishga rozi bo'lishi lozimligidan xabar topadi. Jeff bundan bosh tortadi, ammo Steve unga ertalabgacha o'ylab ko'rishni maslahat beradi. Ertasiga esa uni Slizining ishi bilan qurollangan holda kutib oladi. Ma'lum bo'lishicha, qiz sodir qilgan jinoyat uning uchun shunchalik dahshatliki, hech qanday Durmanix uni bundan-da battar holga solmas ekan. Steve yigitning dori darajasini maksimum darajaga ko'tarayotganligini jimgina kuzatib turardi. Ammo Jeff dorini dugonasida emas, ularda sinab ko'rmoqchi bo'lganligini tushunib qolishadi. Mahbuslar bilan birga o'zi ham Stevening qopqoniga tushganligini tushungan Mark hammasini to'g'rilashga qaror qiladi va pultni Jeffga topshiradi. Mahbus Stevedan unga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni oladi va Slizi bilan birga qamoqxonadan chiqib keta olishlari uchun Steveni chiqish eshigini ochishga ko'ndiradi. Biroq Steve bir amallab pultni qo'lga oladi va qizga Durmanixning maksimal dozasini yuboradi. Bundan so'ng uning buyrug'ini hech kim bekor qila olmasligi uchun telefonni sindiradi. Ammo juftligimiz dori ta'siridan qutulishni va laboratoriyadan qochishni uddalaydi. Biroq Steve ovoz kuchaytirgich yordamida qochoqlar sababli qolganlar ham oddiy qamoqxonaga qaytishlari mumkinligini aytadi. Jeff va Slizini ta'qib qila boshlashadi. Oddiy qamoqxonaga qaytishni istamagan mahbuslar ularni qulay sharoitlarga ega bo'lgan qamoqxonadan ketishlariga majbur qilgan juftlikni o'ldirmoqchi bo'lishadi.
Stiv esa Spiderheadga Mark chaqirgan politsiya kemalari yaqinlashayotganligini ko'rgach, dorilarni olib g'oyib bo'lishga shaylanadi. Stiv politsiyachilar yetib kelguncha samolyotga o'tirib, qamoqxonani tark etishga ulguradi, biroq telefoni buzilganligi sababli katta miqdorda qorishib ketgan dorilar uning qoniga tushadi. Kupidonning navbatdagi dozasi unda zavqni uyg'otadi va u samolyotni ko'ziga go'zal maskan bo'lib ko'ringan yaqin oradagi orol tomonga buradi. Karterda suzib kelayotgan Mark dengiz ustida uchayotgan sobiq xo'jayini qanday qilib tik qoyaga borib urilganligini kuzatib turardi. Karterlardan birini uxlatgan Jeff va Slizilar esa politsiya kelguncha qochishni uddalashgan edi. Endilikda baxtli va ozod juftligimiz Stivning o'zini afv etuvchi dori o'ylab topmaganligidan afsuslanishadi va film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.